Qalbingga juda qattiq ozor berishganda, ko'z yoshlaringni hech kim tushunmayotgandek tuyulganda, joynamoz ustiga o'tirib sekingina degin: Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Men charchadim, lekin sening rahmatingdan charchamadim. Qalbim sindi, lekin senga bo'lgan umidim sinmadi. Bandalar eshitmasa ham sen eshitasan. Hamma yuz o'girsa ham sen meni tark etmaysan. Men xafa qilganlarni senga topshirdim, chunki eng go'zal hukm qilguvchi zot sensan. Ya Rob, bir kun kelib bugungi ko'z yoshlarim shukurga aylansin. Bugungi sabrim eng go'zal mukofoti bilan yakun topsin va qalbim alhamdulillah, sen meni hech qachon yolg'iz qoldirmabsan deb ayta oladigan kunlarni nasib et.